Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Tuzukmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolisa bismillah deb boshlab oldik. Darsliklarni ko'pchiligiga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Shunga juda e'tibor bilan kuzatib hamda qayta ko'ringlar videoni va bir marta tushuntirib ketaman hamma detallarini. Hozir sizlarga berilayotgan narsa va o'rgatadigan narsa ichida 10 tadan bittasi bu kazinoning tematikasi hisoblanadi. Chet elda juda aktivni ishlatib kelinadi. Ya'ni oladigan bo'lsak bir 5 pips 10 pips stop lossimiz bo'ladi. 10 pipsdan stop lossimiz oshishi kerak emas. Bugungi biza hozir birinchi o'chirib o'rganadigan narsamiz, maksimal o'rganadigan narsamiz, man sizlarga hozir maket, ya'ni rasm tashlayman. O'sha rasm bo'yicha sizlar maksimalni ko'rib chiqishinglar kerak va o'zingizlarga mana shu narsani ko'zinglarni o'rgatib olishinglar kerak. Birinchi o'chirib oladigan bo'lsak, bizada fu agar ahamiyat bergan bo'lsa fu bor va s fu candle degan holatlari bor. Misol uchun bu bizada hozirgi holatda oladigan bo'lsak, bizani narximizni kuchli поглощение qilib yopilgandan keyin bu bizada strong funi shakllantirdi. Strong funi shakllantirgandan keyin bizada poy zonalar bo'ladi. Hali poy zonalariga nasib o'tamiz, chunki bu juda katta tematika bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Bu bizada strong fu holati hisoblanadi. Ya'ni undan oldingi shag'am поглощать qilish. Strong funi har xil turlari bor. Ya'ni слабый hamda kuchli tarafdan, ya'ni kuchi tarafdan. Bizada bu selga qarab narximiz oqib kelayotganda bu narximiz ham strong fu bo'lib turib selga yopilyapti. Bu down trenddagi chap tarafdagisi esa up trendi strong fu holati bo'lib kelyapti. Endi bu S fu bo'ldi. Xo'p, xullas S fularni tushunib oldik. Strong fu shag'amlarini hisoblab oldik mana. Endi bizga fu shag'ami kerak. Fu shag'ami qanaqa shakllanadi? Oddiy misol oladigan bo'lsak, bizning narximiz selga qarab oqib kelayotgan bo'lsa, ya'ni down trend любой shag'am, просто sell shag'am bo'lib pastga tushib kelayotgan bo'lsa, undan keyingi shag'am bizani bu shag'amimizni lowini yengilab, ya'ni minimumini yengilab, narximizni tepada buy shag'am bo'lib, yo sell shag'am, xullas farqi yo'q. Sell shag'am bo'lib yopilgandan keyin mana bizda bu yoqda afu buyga shakllantirdi. Bu oddiy fu shag'am hisoblanadi. Fu shag'am ham kuchli hisobida kiritiladi. Fu shag'amda bizni xohlasanglar o'tdi retestidan buyga kirsa bo'ladi. Yo'qida keyingi bizda o'rganadigan narsamiz, ya'ni HKS zona shakllanishidan kirsak bo'ladi. Endi bu fu buyga bo'ldi. Bu esa bizda fu sellga bo'lib qoldi. Maqsad bizda shakllangan soyani yengilab narxni ichida yopilishi. Ya'ni oladigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, soya yengillab ichida yopilib qoldi. Soyani ichida bo'lsa ham bo'ladi. Bizda bu yerda fu candle, ya'ni fu shag'am shakllandi. Biz buni retestdan kirsak bo'ladi, soyasidan kirsak bo'ladi. Holatlariga qarab baribir bizda eng kuchlisi baribir HKS ga taqaladi. HKS bu nima? HKS bu high confluence setup, ya'ni katta ehtimollik bilan yurib beradigan setup zona. Ya'ni yurish ehtimolliigi juda katta. Xullas, bizda HKS qanday shakllanadi? Biz fu, S fularni o'rganib oldik. Endi HKS shakllanishi uchun bizda misol uchun oladigan bo'lsak, selga qarab narximiz oqib kelyapti. Selga qarab narximiz oqib kelayotganda bizda lowni yechib, bizda fu shakllantirib qo'ydi. Yoki xohlasangiz S fu deb olsangiz bo'ladi. Undan keyingi bizning harakatimiz qanday bo'ladi? Bu shag'amdan keyin bizda avtomatik sell yoki buy shag'am shakllanadi. Misol uchun sell shag'am shakllanadi deb aytaylik. Bizani mana shu afu buyga bo'lgan shag'amizning zonasiga mana shundan keyingi, mana o'rtadan keyingi shag'am, buni o'zini retesti bo'lishi kerak emas, esdan chiqazmanglar.
bundan keyingi shag'amni retesti bundoq qilib oladigan bo'lsak, tegib touch qildi deylik. Mana shu shag'amni retesti mana shu holat bizada 1x HKS hisoblanadi. 1x HKS 1x HKS hisoblanadi. Ya'ni bizani potensial buy nuqtamiz hisoblanadi. Undan keyingi agar shag'am buyga yurib turib va sellga qarab yo'nalish atmay qilib turib sellga yurib yana bir marta bizada full qilib beradigan bo'lsa, bu yerda уже bizada 1x 2x HKS hisoblanadi. 2x HKS bilan bozor narxi buyga ma'lum bir likvidli taraf qarab yuradi. Nasib qilsa, masalan, xudo xohlasa kitobi ham bor. Kitob tashlab yuboraman. Ya'ni likvidliklar bo'yicha, qanaqa likvidliklar bo'yicha ishlaymiz, o'shani kitobi ham bor. Xudo xohlasa nasib qilsa tashlayman. Hozir qani bu yerda bizada 2x HKS bo'ldi. Hurmatli aka va ukalar. 2x HKS. Endi biz buni bozor real holatini ko'rib chiqamiz. Mana bugungi holatga keladigan bo'lsak, ya'ni 16-may holatiga keladigan bo'lsak, bizda mana full buyga shakllanib qolgan. Full buyga shakllangandan keyin bizani ehtimolligimizda bo'lgan buyga ketishga narximiz, ya'ni qattan bildik. Bizda 1x buy qildi. Mana 2x buy qildi. Mana 3x buy qildi. Определенный likvidgacha yurib berdi. Ya'ni bizani mana shu yerda manipulyatsiya qilinmagan shag'am likvidligimiz bor edi. O'sha likvidligimiz, ya'ni inside bar bo'lib qoladi, high va low ichida shakllanib qolgan. O'sha yerdan biza kirib ketdik. Endi biza kirib ketishimiz uchun qanaqa bizada stop loss bo'lgan. Birinchi o'chirib aytadigan bo'lsak, как опытный bu sferada mana shu holatidan retesti bo'lgan. Ya'ni stop lossini hajmi va take profitni hisoblaydigan bo'lsak, mana hisoblaydigan bo'lsak, bizada 10 pips, uzog'i 10 pips bo'lgan ekan. 10 pips holatiga agar bizning take profitimizni olsak, 1 ga 7, undan oldingi likvidgacha bo'lsa, 1 ga 8 holati bo'lgan. 1 ga 8 holatidan atrobotkasi kirib ketilgan. 1 ga 8 holatdan kirib ketilgan. Biza multi time frame qilib turib bu holatini ishlatsak bo'ladi. Ya'ni mana bugungi holat, mana hozirgi holatni oladigan bo'lsak, mana bu yerda bizada full bo'lgan ekan. Fulldan mana 1x 2x buy bilan ketgan. Bizani stop loss hajmimizni oladigan bo'lsak, agar bu yoqda shakllangandan keyin oladigan bo'lsak, pastigacha olsak, mana 14 pips bo'lgan, ya'ni bozor holatiga qarab. Lekin ertaga buni ko'p narsalari bor, o'rganadigan. Chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq deganim sababi, bu yoqda bu likvidni yechib turib, biz likvidni yechgandan keyin biz minimumidan ozgina 1-2 pipita o'ta razitsa biz kirishimiz kerak o'zi aslida. Ya'ni bizani riskimizni 6 pipsgacha qisqaradi. Bizada mana tepada yana bitta mana fuga, mana fuga retest bo'ldi. Fuga retest bo'lib bizada yana bozor narxi buyga qarab ketdi. Ya'ni men hozir o'rgatayotgan narsa sizlarga shunaqa возможность beradi, shu manipulyatsiyalarni his qilasizlar. Bozorda bo'layotgan manipulyatsiyalarni his qilasizlar. Takja oladigan bo'lsak, mana 1 soatlik time frame olaylik. Bozor narxi buyga yoki sellga yurish uchun misol full shakllantirish kerak. S full candle mana oladigan bo'lsak, mana full buyga bo'lgan. Mana bu yoqda bizda 1x HKS bo'lgan. Вот 2x HKS bo'lgan. Bu HKS ishlamaganligini sababi ham bor. U sabablari bizani, ya'ni men darslarda xudo xohlasa mana bolalarga o'rgatib kelyapman. U narsani bolalar ishlashgandan keyin ancha-muncha tushunib olishdi. Что nimani hisobiga HKS ishlamagan, shu yerda ham sabab bor. Bizda sellga kirib ketishimizga sabab bo'lgan. Buni men darslarda bolalarga tushuntirib o'tib ketganman, hamma narsa bilan. Misol uchun mana bu holatda ham mana ishlamagan, mana aytishinglar mumkin. Mana tepaga 1x bergan, lekin pastga qarab ketib qo'ygan. Har bitta mana shu yurishi sababi bor. Hammasi mana shu narxlarni ham mana kelib turib mana ichga shakllantiryapti, pastga beryapti. Hammasini sababi bor. Chunki men sizlarga aytayotganimdek, juda ko'p nima deydi, individual o'qishim bo'yicha juda ko'p, misol uchun bizda dars bo'ladi, offlayn darslar, misol uchun onlayn darslar bo'ladi. Что bitta darsingni o'zida ichida oladigan bo'lsak, 10 ta 15 ta bizda paragraflar bo'ladi.
oladigan bo'lsa, yoki simmetrik narx bo'yicha ham oladigan bo'lsak, ko'pchilik adashtirib yubordi. To'g'risi, kimdirlar qanaqadir mana biza bilamiz, simmetrik narx deyishni, chuchvarani xom sanashibdi, u narsani bilishmaydi. To'g'risi, u narsani bilishmaydi, chunki bu narsa endi biza mana shogirdlarimizga o'rgatganmiz. Kuniga nechta setap beryapti? 2-3 ta, to'g'rimi? Minimum bitta beradi, lekin stop lossimiz 7 chiqadi. Maksimum baribir hozirgi bozor volatilности unda ham 10 pips maksimum chiqyapti, lekin bitta yurib berishi $10, $20 yurib beryapti. Agar 1 soatlikda oladigan bo'lsa, $30-40 yurib beryapti. Shu kun bozor holatiga qarab turib. Endi bizani ochiqchasi oladigan bo'lsak, akalar, ukalar, yo'nalish sal qiyinroq, lekin qiyin bo'lganiga yarasha bizani yo'nalish bilan ko'p odam unaqa ishlamaydi. Nima deydi, buni ishlash вероятности judayam yuqori, koeffitsiyenti judayam yuqori. Bizada u strategiya emas, bizada sistema bo'lganligi hisobiga отработкасini, normalniy отработкасini qilib beradi. Mana bu yoqda ham bizada HK zonalar bo'lgan ekan. Mana 1 soatlik time frame'da o'zi sizlar agar low time frame'da kirib ketsanglar, multi time frame qilib turib 5 minutdan 1 minutgacha tushib borishimiz kerak. HK zonalarda. Mana bu yoqda ham mana HKS mana bizada уже bayga bozor направление berib bo'lgan. Undan keyingina bozor likvidnostlarni tashlab turib, likvidnostlarni yechgani bozor narxi kelyapti. Mana bugungi kunni oladigan bo'lsak, nimani hisobiga bozor narxi tushib ketdi deb agar ko'radigan bo'lsak, bizada ham likvidnost bo'lgan. O'sha likvidnostlarni yechgani tushgan bozor narxi. Mana bu yoqda ham bizada likvidnost bo'lgan. Likvidni yechib mana reaksiya bergan. Tepaga qarab o'tgan. Также bizada HK zona shakllantirgan. HK zona shakllantirib, sizga qarab bozor narximiz yurgan. Endi biz hozirgi holatda low time frame bo'yicha qarasak, endi HKSlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, bitta направление ketayotganimizda polni bozor bizga HKS beradi. Misol uchun fu shag'amga mana retesiya kelyapti. Fu shag'am retesdan biz kirib ketishga haqlimiz oladigan bo'lsak, mana retest berib, mana soya bilan pastga qarab yopildi. Misol uchun siz chakana savdogarsiz deylik. Endi men bu narsani savet qilmayman, chunki bizning stop lossimiz har doim mana misol uchun meni o'zimiz stop lossim bo'lsa 5-10 maksimum 10 pipsgacha olaman. Menda ham stop edi, men tan olaman stop edi, lekin men bitta сделкам, bitta ochganimda o'sha men qilgan zararim misol uchun olib chiqib beradi. Bu yoqni oladigan bo'lsak, mana normal yurib berganda, mana HKSga reaksiya berib, pastga qarab HKSga yurib bergan. Bu yoqda bizani HKSimiz hisoblanmaydi. Qachon bizda HKS zona bo'ladi, bayga potensial bo'ladi. Qachonki fu yoki afu zonaga kelib turib, bizada mana shu zonani buzmasdan turib hurmat qilib bersa, o'shandagina bizada fu yoki HKS bo'ladi. O'shandagina HKS bo'ladi. Bo'lmasa bu bo'lmaydi. Oddiy misol oladigan bo'lsak, mana bu holatda oladigan bo'lsak, mana bizda mana soyani ichida yopilyapti. Misol uchun 1x qo'ydi, lekin buni ishlamaganligining sababi bor. Buni hurmat qilib berganda отработкасini qilib beradi. Lekin agar bozor bir xil yo'nalishga qarab ketadigan bo'lsa, misol uchun down trend ketyaptimi yo misol uchun up trend qarab ketyaptimi, o'sha holatda sizlar bemalol buni отработкасiga multi time frame kirib ketsanglar bo'ladi. O'zingizlar misol uchun ko'rib chiqinglar. Mana ishlamagan joylarini, ularning sababi bor. Ularni to'g'risi bizani o'quvchilar biladi. Sizlar mana shu narsalarni o'rganib turib, nasib qilsa, agar men sizlarga yozib kitobni ham misol uchun kerak bo'lsa tashlab beraman. Agarcha misol uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, men u narsani apros qilaman. Что kitob kerakmi yo'qmi? Kitob tashlaganimdan keyin sizlar o'sha ancha-muncha narsa tushunib olasizlar, likvidnost turlarini tushunib olasizlar. Nima sabab bu yerdan kirib ketilgan? Chunki основной oladigan bo'lsak, mana shu shag'ami qimirlashi bu yerdan bekorga emas, chap tarafda katta likvidlikni yechgan bo'ladi. U likvidlik lowda turmaydi. Ko'pchilikning xayolida likvidlik lowda yoki highda. Yo'q, unaqa emas. Bu yerda o'zi likvidnost bor. Manipulyatsiya qilinmagan shag'am bo'lishi mumkin yoki misol uchun boshqa va hokazo bo'lishi mumkin. Bizda mana pastda nima qildi, mana 1x HK shakllantirdi, bozor narxi tepaga qarab o'tib bordi. Bayga qarab uchib ketdi. Bayga qarab uchib ketganda mana o'zidan keyin yana mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana tepaga bizda bayga setaplar berib ketdi mana. Bayga setap, полный bayga setap berib ketdi. 1 minutga uchsak, lekin 1 minutda juda manipulyatsiya ko'p. Endi men hozir oxirgi individual o'qishim bo'yicha gapiryapman. Bu hozir men sizlarga o'rgatayotgan, ko'rsatayotgan narsa eng qiyin
eng qiyin yo'nalish deb hisoblanadi. Eng qiyin yo'nalish deb hisoblanadi. Chunki bu yerda biza har bitta shag'al manipulyatsiyalarini o'qiymiz. Mana oladigan bo'lsak, bizada bu yoqda mana bir x HKS bo'lgan, bayga qarab surgan. Mana bu holatda ishlamaganligini sabab bor. Nimani hisobiga HKS ishlamaganligini sabab bor. Nimaga selga oqib ketgan? Da shunaqa vaziyat bo'ladi. Sizlar manipulyatsiyalarni qilib turib, sразу mana shundan selga kirib ketasizlar. Уже bo'ldi. Bayga biza bilamiz potensial ketishini, mana kichik stop losslar bilan bizada mana fu bo'lsa, fuga mana retest beryapti. Fuga retest berib turib, kichik stop loss bilan bizaga mana 1 minutning o'zida mana 2 pip stop loss bilan berib ketyapti. Endi bu fu bo'lib qoldi, to'g'rimi? Fu bo'lgandan keyin bu yerda ham mana 1x berib ketyapti. 2x daj. 2x HKS bilan bozor narxi ketyapti. Endi biz buni 10 ga tortib qo'yamiz, chunki kuchli HKS zona hisoblanadi. Mana kuchli HKS zona bo'lganligi hisobiga shu yerga keldi, shu yerda reaksiya olib, yana bizani hayimizni hech kungacha ketdi. Ya'ni oladigan bo'lsak, o'ylaylik mana potensial kirib ketish. Mayli 8 pips oldingiz, tepagacha. Tepada likvidность bor. Likvidность echgani chiqqan, mana likvidностьda turib bor. Mana likvidностьni yechganda bozor narxi oqib ketgan. O'sha yerdan. Buni oqishini ham sabab bo'lgan. Определенный likvidgacha take profit tanlanadi. Endi 1 ga 20 ishlanyapti oddiy misol. Pastdan ham misol uchun oladigan bo'lsak, bizda qayerda 2 pips bergan. 2 pips holatidan biz o'sha take profitgacha oladigan bo'lsak, bizlar narximizni buni yechgandan keyin misol uchun men maslahat beraman, 1 ga 5, 1 ga 10 ishlab turib, undan keyingina mana oddiy misol mana bizda bu yerda likvidность bor. Likvidgacha ishladi deylik. Mana likvidgacha ishlaganda biz necha 1 ga 33 ishlayapmiz. To'g'ri, bu narsa nerealniy. Nerealniy qachon bo'ladi? Qachonki ishlashni bilmasangiz. Oddiy misol bu yerda ham mana bizning nima zonamiz bor ekan, kuchli HKS zonamiz bo'lgan ekan. Mana 1x bo'lgan ekan, mana 2x bo'lgan ekan, mana 3x. 3x bilan bozor narxi birdaniga oqib ketdi. Mana korotka pozitsiya qilamiz, biz pastiga likvidgacha olamiz. Mana 10 pips oldingiz deylik. Olganingizdan keyin mana likvid mana 1 ga to'g'ri ishladingiz. 1 ga to'g'ri ishladingiz, 1 ga to'g'ri atrabotkasini qildingiz. Undan keyin agar bizga HKS bersa, HKS bo'yicha misol uchun kirib ketsa bo'ladi atrabotkalariga. Tepadan oladigan bo'lsak, mana 1x berdi. Bu yerda pastga tushganligini ham sabab bor, aytib o'tganimda 2x berdi, bayga qarab 3 berdi. Tepada bizda nima zona bordi? HKS zona bordi. HKS zonani yana fuga retest 1x 2x bilan bozor narxi yana oqib ketdi. Pastda nima bor? Bizda likvidность bo'lishi kerak, yo oxiriga bizani poy zonamiz bo'lishi kerak. Bizani poy zonamiz mana bu hisoblanadi. Mana shungacha take profit olsak bo'ladi. Chunki HKS agar kuchli bo'lsa, HKS buzib ketmaydi. Mana o'sha hisobiga bu yoqda buzmagan. Biz tepadan pastga oladigan bo'lsak, endi soyalardan обязательно o'zi kiriladi, o'zi oladigan bo'lsak, shunga qo'lni o'rgatilinadi, обязательно savdo qilayotganda psixologiyani o'rgatgan. 1 ga 9, 1 ga 10 ishlanadi. Endi bu holatga, mana shunaqa holatda ishlash uchun aytadigan bo'lsam, bukvalno 4-5 oy ketadi bunga. To'g'risi hali ko'p narsani bilish kerak, chunki time frame vaqt oralig'i kuchi bor, manipulyatsiya zonalar bor, juda ko'p va hokazo narsalar bor. Endi no в принципе lekin atrabotkasi zo'r qilib beradi. Bozor har bir qadamini, misol uchun bozor yo'nalishini kontrol qilib o'tirsa bo'ladi. Nimani hisobiga bu yerdan atrabotka qilib beryapti? Nimaga mana shundan bayga ketyapti? Misol uchun mana bu yerda bayga ketganda bizda nima berib ketdi? Mana 1 minutga o'taylik. Misol uchun 1 minutda o'zi biz savdo qilamiz, 1 minutda mana bizda HKS berib ketgan ekan. Bizda o'zi mana bu potensial уже atmay qilayotganda yo'nalishimizga kirib ketgan bo'lardi. Bergan bu yerda. Endi biz 3 minutga o'tamiz. Pastga tushdi, pastda likvidность eshitdi. Bizda qanaqa imkoniyat bordi? Mana fuga HKS mana retest berdi, mayli. Undan keyingi shag'amni ham oladigan bo'lsangiz, mana bizda 1x HKS qildi-da, bozor narxi pastidan уже bizga informatsiya berdi. Даже siz chakana savdogar bo'lgan taqdiringizda ham ochadigan bo'lsangiz, lekin maslahat berma, bunaqa o'zi chunki ishlash o'zi noto'g'ri. Kichkina stop loss bilan bu yerda ma'lumot topib turib, minimallashtirib, ya'ni maksimum 10 pipsgacha olib borib biz o'zi kirishimiz kerak. Minimalni 1 ga 5 ishlashimiz kerak, yo'q undan ko'p. Likvidni hech kungacha.
O'sha işte 1 ga 20, 1 ga 30 bu grafikda hozir ko'rsatib berish oson deyishinglar mumkin, lekin sizlar praktika qilib turib nima haqida gapirayotganimni his qilsanglar ertaga o'zinglar tushuvolasizlar. Shu tomon sizlarga judayam kuchli narsani o'rgatdim. Chunki har bitta bozori narxini manipulyatsiyasini o'rganamiz. Lekin 1 minutda buni отработкasiga kirish kerak emas. 1 minutda kirish xato, chunki 1 minut juda nima neakkuratniy time frame hisoblanadi. Lekin biza 1 minutligiga kirib turib biza ma'lumot tortib olsak bo'ladi. Ya'ni o'sha 1 minutga kirib turib nima deydi, low time frame baribir praktiski bizga kerak bo'ladi. Nimaga? Riskimizni minimizировать qilishimiz uchun kerak bo'ladi. И даже bugun simetrik narx bo'yicha berdimi? Da, simetrik narx bo'yicha necha pips yurdi? 100 pips yurib berdi. Nechidan berdi? Bizani teparoq narximizdan berdi adashmasam. Ha? 3207 dan sell berilgan ekan. 3207 dan. 3207 50 dan berilgan. 3207 dan berilgan ekan. Bozor narxi sell ketayotganda ham sellga отработкasi bemalol kirib ketsanglar bo'ladi mana. Cho'chimasdan, zato stop kichkina bo'ladi. Bizada tur stop degan narsalar bor. Mana sellga atmay qilib qo'ydi. Atmay qilganda mana stop bo'lsa mana shu bo'ladi. Ochasiz, HKS tepasi bo'ladi. Mana 10 pips bo'lsa pastgacha likvid hechkingacha kirib ketaverasiz. Endi biz likvidlarni hozir qidirib chiqamiz. Likvid holatini, ya'ni biz bu time frame bo'yicha bizada yo'q ekan, pastda bor ekan. Mana. Endi men to'g'ri hozir mana shu ko'rib anaqa qolma, lekin endi men bu yo'nalish bo'yicha baribir bilaman. Hozir boshqa time framelar bo'yicha qidirib ko'ramiz. Mayli, bizga kerakroq likvidni olamiz. Mana bizada likvid. Shu yerda o'zigacha olsa ham bizada 1 ga 26 bo'lgan. 15 time framelarda bizada baribir likvidlar pastda bo'lgan. Mana shu yerda ham likvidni yechib ma'lumot berib, payga qarab narximizga yurib bergan. Endi buni oladigan bo'lsak, в общем aytadigan bo'lsam, buni o'zidan ham misol uchun foyda qilsa bo'ladi. Agar misol uchun bitta mexanizm bilsanglar ham, lekin yo'nalishni bilsanglar. Chunki men aytayotganimdek, bu juda ahamiyatga ega. Biz 12 soat, 22 soatlarni ishlatamiz. Nimaga? Yo'nalish topib olish uchun. Bizada poy zonalar bo'ladi. Misol uchun mana shu yerga narx keldi, bu yoqda poy bo'ladi. Kichkina poy zonada bizada reaksiya kutamiz. Misol uchun 2-3 ta poy bo'lib ketishi mumkin, lekin bittasini stop, ikkinchisi yurib bersa 1 ga 50, 1 ga 100 ishlanadigan joyi bo'ladi. Shunaqa joylari ham bor. Agar sabr qilsanglar, u narx kelmaydi. Biz mana bu narx aytadigan bo'lsam, biza o'tgan hafta o'zi sellga ketishga aniq bo'lgan. Sababi bizada 1x HKS bo'lib yopilgan bozor narxi mana. Bu fuga nisbatan 1x HKS qilib yopildi sellga bo'lib, o'shani hisobiga sellga oqib ketdi. Bu hafta biza hozir 7 soatdan keyin bu bayg yopilgandan keyin biza bu hafta biza keyingi hafta to'yish. Keyingi hafta bayg kutsak bo'ladi nasib. Keyingi hafta bayg kutsak bo'ladi. Buni ham sababi bor. Bayga ketishini ham sababi bor. Haftalik yo'nalish bo'yicha bayga beradi. Biza dnevka bo'yicha, dnevnoy bo'yicha bizada mana likvidness yechdi. Praktik pastda unaqa bizada likvidness yo'q. Endi tepaga qarab bizning narximiz harakatlanishi kerak. Likvidnesslar qarab turib. Misol uchun bizning birinchi narximiz 3323 holatida bo'lib turibdi. Biz haftalik bayga yopilib berish kerak. Ozgina atmay qilib turib bizning yo'nalishni. O'shandan keyin biz bay kuzatsak bo'ladi nasib, chunki polniy yo'nalish shu narsani beryapti bizga. Xudo xolasa. Xudo xolasa bu savolinglar bo'lsa, men savollar bo'yicha ssilka qoldirishim mumkin. Iloji boricha maksimalni qilinglar, nasib Xudo xolasa. Bu hozir o'rgatgan narsam 10 tadan bittasi. Bu men sizlarga ko'rsatayotgan narsam. Nimaga qilinglar davoman? Chunki men shu narsa bo'yicha ko'rgan bo'lsanglar, 10 mingdan 90 mana shunaqa bitta ochaman, ochgan joyimda narx yurib ketadi. Hamma qiziqadi shu narsaga. Men shuncha paytgacha o'rgatmagan edim hech kimga. Hozir shogirdlarimga o'zi boshladim, xudosi boshlashdi. Yoqdi ularga ham, ular mazza qilishyapti. Juda ham xursand, ko'z tegmasin ko'pchilik. Lekin ular bilan qiladigan ishimiz ko'p. Xudo xolasa ularga men berilmagan sekret joylari bor bu narsani. Bu yo'nalishni sistemani xudo xolasa mana shu narsalarni o'tib dars qilib maksimal bosamiz. Sizlarga ham omad tilab qolaman. Bu savollar bo'lsa, men yozib qo'yaman. O'sha yerda Muhammad Aziz degan bola bo'ladi. Bemalol so'rasanglar bo'ladi. Bizada ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman. Nimani hisobiga
E, man individualniy o'qish bo'yicha ko'p qo'yaman. Ko'p qo'yayotganim sababi уже bu mani eng oxirgi individual o'qishim bo'lyapti. Man boshqa dars o'tmayman, chunki hozir ko'rsatgan narsalarimni в общем oladigan bo'lsak, hammasini birga qo'shib ishlatilsa, bu nerealniy narsa, что sizda vaqt ham bo'lmaydi misol dars o'tishga. Man bu narsani qilayotganligim sababi ko'proq komanda yig'ib turib, o'sha komanda bilan xudo xohlasa polniy birga bo'lib ketish. Chunki mani eski o'quvchilarim ham bor, misol 7 oy 8 oylik o'quvchilarim bilan haligacha biz birga dars qilamiz, bir o'zimiz ham ustimizda ishlaymiz. Maqsad 20 pips 30 pips stop loss qo'yib 50 pips 60 pips 70 pips 100 pips take profit olish emas. Manda maqsad minimalni 50 pips stop loss olib, maksimalni 110 pips stop loss olib turib, take profitimiz $15 $20, ya'ni 100 pips hozirgi bozorda 150-200 pips holatda olib chiqib ketish. Ya'ni 1ga 20, 1ga 30. Misol uchun 3 ta zilkangiz o'xshamaganda, bitta zilkangiz o'xshasa, siz o'sha yerda oladigan bo'lsangiz 160 pips foydada bo'lasiz. Maqsad o'zi shu. Xudo xolasa. Xudo xolasa maksimalni harakat qilamiz. Agar o'qimoqchi bo'lsanglar, bemalol kelaverasizlar. Lekin eslatib o'taman yana bir marta, bu eng oxirgisi. Bundan keyin bo'lmaydi. Xudo xolasa bundan keyin bo'lmaydi. Shunga xohlasanglar o'qinglar, xohlamasanglar o'qimanglar. O'zingizlar bilasizlar. Sog' bo'linglar. Hammanglarga omad. Hurmatli aka-ukalar, mana shuni atrobotkasini qilinglar. Tillada bu zo'r atrobotka qilib beradi. Xudo xolasa bu zo'r atrobotka qilib beradi. Mazza qilib savdo qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa.